Kelinglar mehmonlar. Ushbu to'g'rimizda turgan pardani orqasida shunaqangi go'zallik turibdi, ayollarda ham, erkaklarda ham har bitta, ya'ni xonadoni borlar mast qiladi. Bitta uyimizga baho berib qo'yinglar do'stlar. Muqarranglar dekorativniy bo'lgan. Eng qizig'i bularimiz nima aytsalar, do'stlar, leksanli tom bo'ladi, ya'ni quyoshning nurini o'tkazadi, lekin ultra binafsha nurlarni qaytaradi, ya'ni tipa sonsizlashtani vazifasini bajarib beradi. Eng qizig'i profillar oltili profil, o'ltalari lazer fason, kimlardir Versace fason deyshadi. Dekorativniy fasonda zo'r qilib berishibgan. 5 yilgacha, ya'ni o'zini ishlariga garantiya berishgan. Leksanlarga keladigan bo'lsak, 15 yilgacha garantiya berishar ekan. Yozda, ya'ni issig'ini, ya'ni o'tkazmaydi, lekin yorug'ini o'tkazadi. Qishda issig'ini to'sib oladi, lekin yorug'ini o'tkazadigandan bo'ladi. 1 kvadrat metri eng arzoni, ya'ni oddiy tunikada shumkali bo'ladi. 300 ming so'mdan boshlansa, menga leksanli dekorativniy kerak desalar, do'stlar, 450 ming so'mdan boshlab turib, 650 ming so'mgacha bo'ladi. Bu narxlar ichida vodiy, Toshkent bo'lib, dastlabki ustanovka servis, o'lchash, dizaynerlik xizmati mutlaqo bepul. Kimgadir qiziq bo'lsa, o'sha Adaham akaning nomerlarini pastda qoldirib, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.